Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı rəhbərləri Germaniyaning Karlsruhe şəhərində Türk Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təşkillənən fəaliyyətə qatnaşıb, Şərq Türkistanda davam qılıbatqan Uyghur irqi qırğınçılığını tanıştırğan. Dünya Uyghur Qurultayı rəhbərləri Germaniyaning Karlsruhe şəhərində 15 və 16 may günləri Türk Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təşkillənən Türk yemək-içmək fəaliyyətiga təklif bilan qatnaşıb, Xitayning Şərq Türkistan Uyghurlarını nişan qılğan assimilyatsiya və qırğınçılıq siyasəti, Şərq Türkistanda hilmi həm davam qılıbatqan Uyghur irqi qırğınçılığı, Xitayning chegara halqıgan bastırışları və Şərq Türkistanning tarixi, Uyghur mədəniyyətini tanıştırğan. Assalamu alaykum. Dünyanın hər yerindəki əziz Şərq Türkistanlı qarindaşlar. Mana bugün biz Germaniyanın Karlsruhe şəhərində vatandagi vatandagi irqiy qirg'inchilikqa oid materiallar va Dünya Qurultayı'nın sobiq raisi To'lqin Aysa efendimning yozgan Xitoyga qarshi kurashtirim degan kitobini imzolash murosini o'tkazayotimiz. Bu naga qiziqishni yuqori atrofdagi bu shaharda yashayotgan Türk qarindoshlarimiz qizg'inlik bilan bizning bu standimizni ziyorat qildi. Kitoblarni haqqidan imzolatqizib elib narki qizg'inlik bilan bizga texmo bundan hissasizlik qilganliklarini bildirdi. Bu kunki fəaliyyətlər nəhayət canlı şəkildə elib verildi. Bu fəaliyyətə Münchendan yetib gələn Qurultay rəisi Turğuncan Alavudin, Qurultayning sobiq raisi və Uyğur Kişilik Hüquq Demokratiya Mərkəzinin raisi To'lqin Aysa, Qurultay İcraiya Komitetining muavin raisi Anvar Ahmad, Qurultay fondining iyani yig'ish ishlariga mas'ul mudiri Abdujalil Ahmad və Karlsruhedagi bir qism Uyg'urlar qatnashgan bo'lib, fəaliyyət jarayonida Şərq Türkistan və Uyğur irqi qırğınçılığını tanıştırdıgan kitap və rəsmlərini tarqatqan. İmzalıyor, kendisine teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun dileklerimizi diletiyoruz. Karlsruhe Türk Federasyonu yıllardan beri Uyg'urlarning davosini yaqindan qo'llab kelayotgan tashkilotlardan biri bo'lib, bu fəaliyyətə Türkiye'nin Karlsruhe'dagi konsulining madaniyat ishlariga mas'ul xodimi Osman Kaya və Federasyonning rayonluq sobiq boshlig'i Najab Karaja və Əslingen Türk Federasyonu boshlig'i Çetin Çolak qatorliqlar qurultay çediriga kelib hal so'rash bilan birga o'zlarining har qachon Sharq Turkiston va Uyg'urlar bilan bir safda ekanligini bildirishgan. Bu fəaliyyətdə To'lqin Aysa efendi özünün Xitay qarşı kurashlarım degan kitobining turkcha nusxasini imzoliq tarqitish faoliyati olib borgan bo'lib, Turkiyaning Karlsruhedagi konsulining madaniyat ishlariga mas'ul xodimi Osman Kaya efendi o'ziga taqdim qilingan kitobni cho'qim o'qib chiqadiganligini va qo'lidan keladigan tirishchiliklarni ishlatib, Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirgan. Ona biz bugün 2 gündür bu yan Karlsruhe'da dostumuz ve Dünya Uyghur Qurultayı İcra Komitesi'nin muavin reisi Enver Ahmet Efendim'nin katibi ve bir yerdeki Türk Kültür Medeniyet Merkezi'nin cevapları bir yere gelip programımızda anlaştırıyoruz. Bir yerde benim Çin'e karşı direnişim kısımlı kitabının Türkçe neşrini Muşu Festival'da bayramda imzalap bu yani tartış programımızı koyduğumuz. Bu arkalı Xitayning chegara halqan bastırış siyaseti ve xalqaro organlarning qandaq suiiste'mol qilganliklarini bu yerdagi insonlarimizga azroq olsun anglatish fursatlarimiz bo'ldi. Bu yerdagi faoliyatlarimiz nihoyat yaxshi davom etadi. Yana bir qatim kitob tunishtirish faoliyatida bu yerda bo'lganligim uchun kitobni imzolash programmasiga qatnashganligim uchun o'zimni nihoyat xursand his qilyapman. Rahmat. Bu 2 günlük faaliyet Türk milletininki yemek içmek medeniyetini tunuşturuş, şunun bilen okşaş paralel Uyghur qirg'inchiligini tunuşturuş, Uyg'urlarning növbətdə duch kelayotgan irqiy qirg'inchiligini qandaq shaklda to'xtatish uchun Türk dünyasida qandaq faoliyatlarni ilib berish, Türk
Türk qarindoshlarning qandaq shaklda qo'llashini qo'lga keltirish, ularni qandaq qo'zg'ash, Germaniyadagi, Yevropadagi turk tashkilotlari bilan hamkorlashish qatorliq masalalar to'g'risida bu 2 kunlik faoliyat nihoyatda ahamiyatli o'tkazildi. Trump ve Xi uchrashishida Uyg'ur ve Tibet xalqi duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikning tilga ilinmaganligi xalqaro jamiyatni andishalantirgan. Amerika prezidenti Donald Trump'ның 2026 yılı 13 maydan 15 maygacha Xitoy qilgan ziyarati dunyo jamoatchiligining diqqatini markazlashtirgan tema bo'lishi bilan birga kishilik huquq tashkilotlari, xalqaro jamiyatlar va Uyg'ur Tibet muhojirat xalqining alohida diqqatini tortgan edi. Shundaqla Amerika parlamenti va Avam palatasi qaror ma'qullab, Trump'ның Xi Jinping bilan uchrashishida Dr. Gulshan Abbas ve başka vicdan mahbuslarını şartsız koyup berishini talab qilish haqida qaror ma'qullagan Dünya Uyghur Qurultiyi ve xalqaro jamiyatlar Trump'ның Xitoy ziyoratida Uyg'ur masalasini oshkor holda tilga ilish uchun chaqiriqlarda bo'lingan edi. Trump'ның Fox xabar kanaliga aytgan so'zida bu haftalik boshliqlar yig'inida kishilik huquq masalasi tilga ilinganligini, Cemilay ve bir qancha tutib turilayotgan diniy xodimlarning delosi to'g'risida Xi Jinping bilan muzokara qilganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin bu payshanba kundagi ikki tarafning 2 soatlik suhbat dokladida ko'rsatilmagan bo'lib, bu haqda Guardian, Reuters qatorliq gazetlarda xabar qilinishicha, bu qatimqi Amerika Xitoy boshliqlari uchrashishida kishilik huquq temasining asosli tema qatorida tilga ilinmaganligini eskartib, Trump'ның Xitoyning kishilik huquq masalasiga diqqat qilmasligi Amerika diplomatiyasi uchun cho'ng chekinish elib keldi deb yozgan. Trump'ның bu qatimqi Xitoy qilgan davlat ziyorati sobiq Amerika prezidentlari diplomatiyasidan ro'shan farqlanadigan bo'lib, George Bush 2008 yili Beijingga ziyoratga borganda Xitoydagi diniy erkinlik uchun yakshanba cherkovga qatnashishni talab qilgan. Barack Obama keyingi yili davlat ziyorati bo'lganda Xitoyning ayni vaqtdagi prezidenti Hu Jintao-ni Tibetning surgundagi diniy rahbari Dalai Lama bilan suhbatni qayta boshlashga chaqirgan edi. Lekin Trump'ның ziyoratida bo'lsa, savdo, urush, Tayvan masalasi, sun'iy aql raqobati va dunyoviy bexatarlik masalalari, Hormuz bo'g'zi muhim temalar bo'lgan. Bu vaqtda kuzatuvchilar Trump'ның Xitoyga qilgan ziyoratida Tibet va Uyg'ur masalasining chetga qilishi faqat diplomatik tanlashlar emas, balki G'arb yillardan buyon saqlab kelayotgan tarixiy ziddiyatning yangidan aks ettirishi deb qaragan. Bu haqda Uyg'ur faoliyatchilar bugungi kunda Sharq Turkiston va Tibet yuz berayotgan ishlar hargizmi Xitoyning ishki ishi emas. Bu ahvol 2. Dunyo urushidan keyin qurilgan xalqaro tartib va cho'ng davlatlarning siyosiy qarorlarining bevosita natijasi. 1945 yildagi Yalta yig'inidan keyin shakllangan yangi dunyo tartibi cho'ng davlatlarning manfaatiga asosan qurilgan. Sharq Turkiston xalqi, Tibetliklar va rayondagi boshqa millatlar mustaqillik va hurlik uchun kurash qilayotgan bir vaqtda ularning roziligisiz sizilgan siyosiy chegaralar keyingi yillardagi 1970-yillardagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan ilingan atalmish Xitoyning zamin butunligi qarori Xitoyning mustamlikachilik qariniyatiga zamin hozirlab berib, Uyg'urlar va Tibetliklarning o'z taqdirini o'z belgilash huquqi xalqaro kun tartibidan chetga qildi. Bugungi kunda Washington hukumati Sharq Turkistondagi Xitoyning bostirish siyosatini tanqid qilsa-mu, bu masalaga ko'pincha strategik manfaat nuqtasidan muomala qilib kelmoqda. Donald Trump bilan Xi Jinpingning yaqin uchrashishida Uyg'ur masalasining oshkora tilga ilinmasligi, Washingtonning iqtisodiy kelishimlar va geojo'grafiyalik tangpongliqni kishilik huquqdan ustun qo'yishining ifodasi. Bu andish paydo qiladi. Bugungi kunda masala faqat Xitoy Amerika raqobatchiligi emas, balki kishilik huquq va irqiy qirg'inchilik masalasi va 2. Dunyo urushidan keyin qurilgan xalqaro tartibning o'z jakarlagan qimmat qarshida turmaslik masalasi. Agar kishilik huquq faqat G'arbning siyosiy manfaatiga xizmat qilganda esida tutilsa, bu xalqaro sistemaning axloqiy qonunlikligi haqida jiddiy savol paydo qiladi. Shunga Amerika va G'arb davlatlari endi tarixiy mas'uliyatidan qochmaslik kerak. Yaponiya Uyg'ur jamiyati yillardan beri har xil tashviqot materiallarini tayyorlab, Yaponiyani aylanib Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va tajovuzchi Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan qirg'inchilik siyosatini Yaponiya xalqiga tanishtirib kelayotgan bo'lib, bu yilning 5-ida Yaponiyaning hamma shahar noillarga Uyg'ur davosini yetkazish maqsad qilingan tashviqot faoliyati oxirlashgan edi. Yaponiya xalqiga Xitoyning qirg'inchilik siyosatini tanishtirishda aktiv faoliyat qilayotgan Yaponiya Uyg'ur jamiyati mushu oyning 17-kuni yana Tokyo shahar markazidagi Shinjuku bekatida
Yaponiya xalqiga Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati va Uyg'urlarni tanishtiradigan ko'ch tashviqot faoliyati ilib borgan. Bu faoliyatga Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi, Qurultay Xitoy ishlari komitetining mudiri Savut Mamat, Yaponiya Uyg'ur jamiyatining a'zosi, Dünya Uyg'ur qurultayining bosh taftishi Abdukerim Abdurahmon va Yaponiyadagi tadqiqotchi, kompyuter mutaxassisi G'ayrat Kenji qatorliqlar qatnashib, yaponiyaliklarga qisqa nutqlarni so'zlab, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtirgan va tajovuzchi Xitoyning razil abdi bashirsini ichib bergan. Savut Mehmet Efendining bildirishicha, yo'ldan o'tgan yaponiyaliklar biz sizlarni qo'llaymiz, Uyg'urlar bilan bir safda turamiz. Sizlar xalqinglarning ovozi bo'lishini davom qilishinglar kerak deyishib madad berishgan bo'lib, faoliyat jarayonida Yaponiya Uyg'ur jamiyati tomonidan tayyorlangan tashviqot materiallari tarqatilgan. 5-ayning 16 kuni, yana shanba kuni Yaponiya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida Tokiodagi eng chong poyezd bekati Shinjuku bekatining oldida 2 soat ko'cha tashviqot faoliyati qildik. Bu Shinjuku bekati hamda Yaponiyada hatto xalqaro bo'yicha nihoyatda chong bir bekat. Bir kunda bu Shinjuku bekatidan kirib chiqadigan yo'lovchilarning soni 3,5 million deb deyildi. Müştəri bir çoğun bekat. O bekatda 2 saat Uyğur qırğınçılığını anlatadigan ko'ch faoliyat qildik. Va bu faoliyatda qatnashuvchilar qisqa nutq so'zlagan bo'ldi. Hozir Xitoyda davomlashayotgan Uyğur qirg'inchiligining realligi va bu Uyğur qirg'inchilik Yaponiya bilan qanday munosabati bor degandek mazmunlardagi nutqlar so'zlangan bo'ldi. Va buningdan sirt Yaponiya Uyg'ur jamiyati tayyorlagan varaqchi va karton kitoblar tarqatilgan bo'ldi. Ba'zi yo'lovchilar qadamini to'xtatib bizningki nutqlarni olgan bo'ldi va ba'zida biz tarqatgan materiallarni topshirib olgan bo'ldi. Amerikaningki prezident Trump shu Xitoy ziyorat qilayotgan mush jarayonda biz bu ko'ch tashviqot faoliyatini o'rinlashtirgan bo'ldik. Biz Yapon xalqi va dunyoga bir mesajı avatmoqchi u bo'lsa, hozir Xitoyda Uyg'ur qirg'inchilik davomlashyapti degan. Bu faoliyatga kun night issiq o'kini issiq qaramay 10 dek bizning a'zolarimiz, Yapon Uyg'ur jamiyatining a'zosi va Yapon qo'llovchilarimiz bu faoliyatga qatnashgan bo'ldi. 2 soat faoliyat jarayonida nurg'un varaqlar taqtilgan bo'ldi. Barcha qadamlarga mush Uyg'ur qirg'inchilikni bir unda anglatgan bo'ldik deyman. Biz kutgan nishonimizga yetaldik deb o'ylayman. Bundan keyin yana mushnaq o'xshamagan shaklda, o'xshamagan yerlarda bu ko'ch tashviqot faoliyatini davomlashtiramiz. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.